ibodat masalalari bu Alloh va uning bandasi o'rtasidagi masala hisoblanadi. Muomala masalalari esa bandalarni banda bilan o'rtasidagi masala. Alloh bilan banda orasidagi masala demak bu ibodat. Allohning rahmatini umid qilib, Alloh azza va jallaga bandaligini bajo keltirishlikdir. Muomalada esa insonlar bir-biri bilan bo'ladigan muomalalar. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, gunohlar bor, kechiriladigan, gunohlar bor, kechirilmaydigan, gunohlar bor, aralashilmaydigan degan ma'noda hadislari bor. Ya'ni Alloh bilan bandasi orasidagi muomalalardagi kamchiliklarni Alloh kechirib yuborishligi Allohning irodasi azizlar. Bandalik bilan qilgan xatolarimiz, kamchiliklarimiz bo'lsa, Robbimizni rahmatini umid qilib turamiz. Ajab ermaski Alloh mag'firatiga olsa. Lekin kechirilmaydigan gunohlar borki, bu shirk va kufrdir. Bundan juda ehtiyot bo'lishlik kerak. Allohga shirk, ya'ni Allohga sherik qilishlikdan, kufr keltirishlikdan ehtiyot bo'lishlik kerak. Endi aralashmaydigani qaysi desa, bir bandani ikkinchi banda orasidagi haqlari. Agar bir bandani ikkinchi bir bandani orasida haqqi bo'lsa, to o'sha haqqini ado qilmaguncha uni hisob-kitob qilinmay turadi. Alloh taolo u dunyoda albatta kimni haqqi bo'lsa olib beradi azizlar. Shuning uchun bu haqlar xususida ham ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Bizlar bir necha juma mobaynida mana shu insonlar orasidagi haqlari haqida ko'p gapirdik. Ribodan qochishlik haqida, halol mehnat qilishlik haqida gapirdik. Bir-birlarimizdagi muomala qarzlarimizni go'zal ado qilishlik haqida gapirdik. Biror bir ishchini ishlatib, uning haqqini berishlik haqida gaplashdik. Bugun esa sizlar bilan endi Alloh va uning bandasi orasidagi muomala masalasi ibodat va mana shu ibodatning gul tojisi bo'lgan namoz haqida gaplashamiz. Ibodat nima degani o'zi azizlar aslida? Ibodat bu bandalik degan ma'noda ishlatiladi. Ubudiyat degan so'z bor. Ubudiyat degani bandani haqiqiy banda ekanligini his qilib Alloh taologa haqiqiy qul bo'lmoqlik. Agar ibodatni o'zi bilan ovora bo'lib namoz o'qisa, sajda qilsa, ruku qilsa-yu, lekin u bandada ubudiyat bo'lmasa, namozdan ko'zlangan maqsad hosil bo'lmay qoladi. Shuning uchun namozga juda katta e'tibor beriladi. Bu namoz farz ibodatlardan, hamma ibodatlarning ichida eng buyugi gul tojisi bu namoz hisoblanadi. Hamma ibodatni ham ichida eng e'tiborli nuqtasi bo'ladi. Namoz bu barcha ibodatlarning eng ulug'i gul tojisi bo'lsa, namozning ichidagi eng ulug' nuqtasi bandani sajda qilishligi. Chunki sajda faqat Allohga bo'ladi. Sajda qilgan banda Alloh oldida o'zini haqiqiy qul ekanligini, Allohning bandasi ekanligini his qiladi va boshini yerga qo'yib Robbisiga hamd aytadi, tasbih aytadi. Namoz bizdan avvalgi ummatlarga ham buyurilgan ibodat turidan azizlar. Bizdan avvalgi ummatga ham buyurilgan, lekin hammasida o'zlarining shartlari turlicha holatlarda ibodat qilingan. Lekin bizlardek kabi namoz, ya'ni mana shu tartibda ibodat namozini ado qilishlik esa bu Muhammad alayhissalomning ummatiga buyurilgan. Va bu islomning asosiy rukunlaridan biriga joylangan.